Aka, hazinem dershanesi balalar çöçekleri yollaptı. He, bana ben geldim, umaksınlım. Balalar çöçekleri anlamakçı olsanız Hazinem YouTube kanalına koşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Omak balam? Siz küçük vaqtinizda Jon dadam aytib hikoyalardan hayvonlardagi hikoyada birini aytib bering ha? Bo'ladi, omak balam. Sizning cho'ng dadangiz va mening dadam har kun kechda bizga shunchalik qiziqarli hikoyalarni aytib beradi. Amsi bugun esimda qolgan bir hikoyani sizga aytib beray bo'lamdi? Qo'yti bilan bo'ri. Bir kuni bir qo'ychi bir to'p bo'riga yo'liqib qopti. Bo'rilari uni o'rib olib, xirs qilib so'zlabdi. Hey, qo'ylarni nega o'shirib qo'yganligini tez aytib ber. Bo'lmasa seni pari qilib tashlaymiz. Qo'ychi og'zini yo'g'on ichib turgan bu vahshiy bo'rilarga qarab, intayin qo'rqibdi. U qandoqmi qichib qutula olarman deb takrar o'yinibdi-da, to'yqsiz bir fikriga keldi. Xo'p bo'ladi. Agar menga ziyonkashlik qilmasanglar, qo'yni yo'shirib qo'ygan joyini sizlarga aytib beraman. Chopsan et, rost gap qilsanglar seni qo'yib beramiz. Biroq u yerning orliqining bu yerdan bir to'p bo'rining sap bo'lib turgan orliqi bilan tanglikini bilaman. Bu orliqning qanchalik kelganligini o'zinglar hisoblanglar. Chopsan et, qancha bo'rining orliqi? 2:20dan 6 ni ilib onunga 10 ni qo'shib, 18 ga ko'paytganda chiqqan bo'rining sap bo'lib turgan orliqi mushu yerdan qo'yla turgan yerning orliqi bo'ladi. Bo'rilar darhol yig'ilib hisoblag'ili turibdi. Qo'ychi shu fursatdan foydalanib qochib ketibdi. Omaq balam? Amsi bu bo'rining yana boshqa hayvonlar bilan bo'lgan hikoyasimi esimga kelyapti, aytib beraymi? Tulki bilan bo'ri. Bir kuni bo'ri o'rmonlikda tulkini uchirtib, uningga hol aytibdi. Hey, qarimamsan 3 kun bo'ldi, hech nima yemedim. Qo'rsqim ichib, hech holim qolmadi, debdi. Buni o'zingga yaramasligingdan-ki. Tulka to'mpaygan qo'rsqiga urib qo'yib, maqtang'ili turibdi. Men hamisha taqqarsoq yeraman. Texitiniga Amsimiz, yumshoq o'rdak go'shtini yeb qo'rsig'imni rosa to'yg'izib oldim. Bu gapni anglab bo'rining og'zidan sho'lgaylari eqib, olmon-talmon tulkidan so'rabdi. Birodar, o'rdaklarni qandoq qo'lga tushirdim, men tezlab bagin. Mayda attish tinigin lag'aylab yursam to'yiqsiz bir dehqon marva deb kelib qoldi. Qarasam harvada liqqada o'rdak turibdi. Men yo'lning chetida o'lgan bo'lib yetib oldim, dehqon ko'ribli xotiniga. Voy, mono tulkining quyrug'i ajab yaxshi ekan. Uni olib ketib jutik guzayli. Batla meni ketirib arig'i chiqadi.
Ko'zimni ichib qarasam, atrofimda shuncha ko'p oppoq semiz o'rdaklar turibdi. Xoshalligimda vaqirab kelib tasli qoldim. Men alaman eng semizdan ikkini tanlab olib tishkavadim. Bo'ra tulkining gapini anglab, nayt xo'shal bo'pti. U aldirab tinib yo'l bo'yiga yugurib beribdi. Rost degandek u yo'l bo'yiga yetib berishig'la yiroqdan bir arvi ko'rinibdi. Bo'ra shu zamon o'lgan qiyofatda yetibapti. Arumu taraqshib yiqilib ketdi. Biroq kim bilsin, aru haydugichi dal oldin qitim tulkining oldin xaltasiga tushgan dehqon ekan. U amdi aldanmaydi-da. U yo'l bo'yida yotgan bo'rni ko'rib, bir tilim miltiqini ilib, uning o'q chiqaribdi. O'rdak yeyish xiyolida yotgan bo'ra qo'rqqanidan erg'ib turib uchqanda qochib ketibdi. Shuningdan keyin bo'ra tulkini ko'rsa, gap qilmaydigan bo'ldi. Omaq balam, bu men kichik vaqtimda dadam o'ylada o'tirib etib berdigan cho'chaklar edi. Bu cho'chakni etib bo'lib dadam bizdan so'ragan. Bo'ra nemishqa tulkini ko'rsa amni gap qilmaydigan bo'ldi deb. Omaq qizim, siz deb yiqin? Tulki bast qilgandan keyin u o'zi bilmaydi, shunga uni olib ketdi. Andan keyin yana o'zining oldin xonasiga tushmagandan keyin u bek shuncha bo'lib ketib, shunga sen meni oldiding deb shu gap qilmaydigan bo'lib qoldi. To'g'ri. Bu ay bir qitim aldam xaltasiga tushdi, shundaq-ku? Tulkining ikkinchi qitim u sharliq bilan bo'raga aldanmadi. Bo'ra nima uchun endi bundan keyin tulkiga gap qilmaydigan bo'lib qolgandi, Omaq balam? Men apiyam degandek, asli tulki degan bosh qilgandan keyin odam xalsiga tushdi. Lekin ikkinchi qitim bu terik o'xshaydi deb arsiga solmay tapanchani qilib, andan keyin u qo'rqib tulki sen yolg'on deding deb uning bilan ko'rsala hech nima demaydigan bo'lib qoldi. Tulki u o'zining tutish xiyollari bo'riga mos kelmaydi. Bo'rimi o'z oldiga o'z kuchiga tayinib tutish kerakdi, shundaq-ku? Omaq balam, vaqtim biray yetib qopti. Yana maktabga borsiz. Baldiroq orom olamdi. Hamiz uxlayli, Omaq qizim.